Kasal bo'lmasligi uchun birinchi navbatda oldindan o'sha tibbiyot oliygohida aytishadi, asab ehtiyot qilish kerak bo'ladi. Hamma kasalliklarni tagida birinchi asab buzilishi, asabni asramaslik, har narsaga siqilish, mana shu ta'sirlanish yotadi-da. Shuning uchun birinchi o'rinda inson birinchi asabini ehtiyot qilish kerak bo'ladi. Ruh tetik bo'lsa, ruh sog'lom bo'lsa, ruhiyat albatta tana sog'lomligiga erishiladi. Mani ustozim duo qilganda doim duo qilardi, ilohim o'sha yoshimiz katta bo'lib, pulimiz ko'p bo'lganda sog'ligimiz ketib qolmasin dedi. Men hayron qolaman. Faqat shu duoni aytardim. Mana hozir shifokor bo'lib buni tushunib yetdim bu duoni. Juda ko'p kasallar keladi, puli ko'p, millioner, milliarder insonlar keladi, lekin sog'lig'i yo'q. Topgan puli sog'lig'ini tiklashga sarflanyapti. Shuning uchun mana hozir ham o'zim shu duoni qilishga o'tdim. Inson iloyim o'sha puli ko'p bo'lganda, hamma narsadan barkamol yetuk bo'lganda, sog'lig'i ham bo'lsin. Mana shunda eng haqiqiy chin baxtga erishadi. Sizga shunaqa baxt tilayman.